Kundalik hayotimizda aliment, qarzdorlik, pensiya, nafaqa, mehnat munosabatlari, meros, uy-joy, oilaviy nizolar kabi huquqiy muammolarga ko'p duch kelamiz. Advokat, huquqshunoslar xizmatdan foydalanish uchun esa to'lov qilish kerak. Darvoqe, jamiyatda fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish maqsadida bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan nodavlat muassasalar ham bor. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 6-sentyabrdagi aholiga huquqiy axborot yetkazish va yuridik yordam ko'rsatish xizmatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq yurtimizning viloyat, tuman va shahar markazlarida Adliya vazirligi tashabbusi bilan tashkil etilgan madad muassasa shaklidagi nodavlat notijorat tashkiloti bugun aholiga bepul xizmat ko'rsatib kelmoqda. Tashkilotning eng asosiy vazifalaridan biri sifatida fuqarolarga huquqiy masalalar bo'yicha ularga bepul yuridik yordam ko'rsatish hamda aholining huquqiy savodxonlik darajasini oshirishga ko'maklashdan iborat. Bundan tashqari, muhtaram Prezidentimizning 2024-yil 24-maydagi farmoniga asosan 148 ta tuman va shaharlarda Madad nodavlat notijorat tashkilotining huquqiy maslahat byurolari tashkil etildi. Aholiga, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz pensionerlarga birlamchi bepul yuridik yordam ko'rsatib kelmoqda. Tashkilotga murojaat qilishning 3 xil usullari mavjud. Birinchisi bu Advice.uz huquqiy axborot portali orqali onlayn rejimda huquqiy maslahatlar va tushuntirishlar olish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi bu joylardagi davlat xizmatlari markazlari binolarida faoliyat yuritayotgan tuman shahar huquqiy maslahat byurolariga bevosita murojaat qilgan holda yuridik yordam olish imkoniyatiga ega. Uchinchisi bu 1008 va 1148 qisqa raqamli bo'lgan ishonch telefonlarini yuritish bo'yicha tashkilotda tashkil qilingan call center, ya'ni o'sha markazlarga qo'ng'iroq qilib huquqiy maslahatlar va tushuntirishlar olish imkoniyatiga ega. Murojaatlar tahliliga qaraganda bu kelib tushgan murojaatlarning aksariyat qismi ijtimoiy himoya masalalari, ya'ni pensiya va nafaqa masalalari, oilaviy munosabatlar, sud huquq masalalariga oid ko'rsatmoqda. Murojaatlarning soni 2024-yilning 1-choragiga nisbatan 60% ga oshganligini ko'rsatmoqda. Davlatimiz rahbarining jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq fuqarolarning ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida Adliya vazirligi tomonidan Advice.uz huquqiy axborot portali ishga tushirildi. Ushbu portal hozirgi kunda Madad nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan yuritilib kelmoqda. Portalda hozirgi kunda huquqiy sohaga oid 40 ta bo'lim mavjud bo'lib, u bo'limlarning ichida 3000 ga yaqin kontentlar mavjud. Ushbu kontentlar rus, o'zbek va ingliz tilida berilgan. Portaldagi ma'lumotlar sodda va xalqcha tilda qonunchilik hujjatlariga muvofiqlashtirilgan. Hozirgi kunda portaldan foydalanuvchilar soni 10 million nafardan oshmoqda. Kunlik foydalanuvchilarimiz 12 ming nafarni tashkil etadi. Yana bir portalimizning qulay tarafi, fuqarolarimiz foydalanganda ular onlayn murojaatlarini jo'natishi mumkin. Buning uchun ular Advice.uz huquqiy axborot portaliga kirib turib, huquqiy yordam kerakmi tugmasini bosib, o'z savollarini berib, saytim o'zimizning tashkilotimizning malakali ekspertlar tomonidan huquqiy maslahat olishlari mumkin. Joriy yilning 1-choragida tashkilot va uning joylaridagi byurolardan jami 90 ming nafardan ortiq fuqarolar murojaat qilib bepul birlamchi yordam olishgan. Shuningdek, tuman shahar huquqiy maslahat byurolari tomonidan ushbu davrda bevosita murojaat qilgan 77201 nafar fuqarolarga yordam ko'rsatildi. Advice.uz huquqiy axborot portali orqali joriy yil boshidan shu davrga qadar 13410 nafar fuqarolarga onlayn maslahatlar va tushuntirishlar berildi. Bundan tashqari, yurtdoshlarimizning o'zi yashab turgan tuman va shaharlarda joylashgan madad muassasalariga ham kelgan holda huquqiy yordam va axborot olishmoqda. Davlatimiz tomonidan tashkil etilgan fuqarolar uchun zarur bo'lgan shunaqa o'z huquqlarini himoya qila oladigan yordam beruvchi tashkilot borligidan juda ham mamnunman. Murojaat qilganimda menga juda ham bu tashkilot mutaxassislari katta yordam berishdi. O'zimni huquqlarimni himoya qilish bo'yicha ariza yozib topshirgan joyimda yaxshi javob oldim. O'zimni muammolarimni hal qildim. Portaldan foydalanuvchilar soni 8 milliondan oshgan bo'lib,
bir kunda o'rtacha 12 ming nafar murojaatchilarni tashkil etmoqda. Shu bilan birga tashkilot tomonidan Gender Madad elektron huquqiy maslahatchi platformasi, bolalar huquqlariga doir bola huquqlar.uz portali va beadvice.uz interfaol axborot portali yuritilib, yangilab borilmoqda. Bugungi kunda muassasa hamda uning joylaridagi tuman shahar huquqiy maslahat byurolari fuqarolarning demak yuridik murojaatlariga ko'ra ularga huquqiy maslahat va tushuntirishlar berish faoliyati bevosita takomillashib bormoqda. Agarda statistik ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, shu bugungi kunga qadar muassasa va uning tuman shahar huquqiy maslahat byurolariga 1 milliondan ortiq fuqarolar albatta yuridik yordam masalasi bo'yicha murojaat qilishgan va bevosita huquqshunoslardan demak huquqiy maslahat va tushuntirishlar olishgan. Muassasa va uning joylaridagi tuman shahar huquqiy maslahat byurolari tomonidan nafaqat fuqarolarga huquqiy maslahat va tushuntirishlar berish, balki ularni demak bevosita murojaatlariga ko'ra ularning huquq va qonuniy manfaatini tiklash yuzasidan davlat organlari sudlarga protsessual hujjat namunalari, ya'ni arizalar bo'lishi mumkin, da'vo arizalari bo'lishi mumkin yoki muayyan sud tomonidan chiqarilgan hal qiluvchi qaror yuzasidan demak nizolashadigan bo'lsa, apellyatsiya, kassatsiya va tafsil tartibda demak shikoyat ariza namunalari tayyorlab berilib, bevosita ularga demak bepul amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Natijada ushbu murojaatlar bo'yicha demak statistik ma'lumotlarni ko'radigan bo'lsak, shu bugungi kunga qadar demak 50 mingdan ortiq fuqarolarga bevosita amaliy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, muassasa faoliyati yana bir yangilik 2023-yilda amalga oshirildi. Ya'ni fuqarolarning demak elektron murojaatlariga ko'ra, ular bevosita muassasaning advice.uz huquqiy axborot portaliga murojaat qilganda, ularga demak elektron huquqiy hujjat namunalari tayyorlab berib, ularga demak yuborish amaliyoti ham yo'lga qo'yilgan. Adliya vazirligining 1008 va 1148 ishonch telefonlari Madad nodavlat notijorat muassasasiga ijtimoiy buyurtma asosida berilgan bo'lib, murojaatchilar o'zini qiynayotgan masalalarda huquqiy yordam olishlari mumkin. Adliya vazirligining davlat xizmatlari yo'nalishi bo'yicha 1148 ishonch telefoniga o'tgan 2024-yilning jami hisoblangan holatda 135 mingdan ortiq qo'ng'iroqlar to'g'ridan-to'g'ri bo'lgan va bulardan 95% joyida maslahatlar berilib, muammolar joyida hal bo'lgan. Ya'ni fuqarolarning asosan ularning qilayotgan murojaatlariga asoslangan holatda bo'ladi. Qolgan 5 qismi Smart Office Adliya vazirligining tizimi orqali qo'shimcha o'rganish uchun ariza yoki shikoyat tartibida yoki taklif tartibida qabul qilingan va ular o'rganib chiqishga qabul qilingan. Joriy yilning yanvar, fevral, mart, aprel 3 oylik hisobiga fuqarolar tomonidan 25 mingdan ortiq murojaatlar bo'lgan. 90% dan ortiq fuqarolarning murojaatlari takliflar va ularga berilgan maslahatlar orqali murojaatlarga javob berilgan va qolgan 10% ni taklif shikoyat sifatida qabul qilingan. Adliya vazirligining 1008 ishonch raqamiga 2025-yilning 1-choragida jami bo'lib 13 mingdan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Shulardan 11 mingga yaqin murojaatlarga huquqiy tushuntirishlar berilgan. 2 mingdan ortiq murojaatlar esa ko'rib chiqish uchun tegishli mas'ul tashkilotlarga borish talab etilganligi sababli qabul qilib olingan. Murojaatlar asosan mehnat qonunchiligiga oid ish haqi, nafaqa, ishonch raqamiga asosan mehnat qonunchiligi bo'yicha ish haqini undirish, ishga joylashish, ishga tiklash masalalarida murojaatlar kelib tushadi. O'zbekiston 2030 strategiyasida jamiyatda qonun ustuvorligiga erishish, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalasida alohida maqsad va vazifalar belgilangan. Joriy yil davlat dasturida ham shundan kelib chiqib, tegishli mas'ul vazirlik va idoralar bu boradagi ishlarini izchillik bilan davom ettirishmoqda.